Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan yana Mujob Kamalov. Bilasizlarmi, hozir sizlarga juda ham bir ajoyib mavzuni aytaman. U 100% milliy sertifikat tushadi. Ishoning, faqat uni uchun videoni oxirigacha ko'ring. Desam, hamma e'tibor beradi, ko'radi. Do'stlar, iltimos, shunchaki bir narsani tushunaylik. Qaysidir mavzudan milliy sertifikatda u, masalan, o'qituvchi bo'lsangiz, attestatsiyada tushishi mumkin yoki siz boshqa fan egasisiz. Lekin meni ko'rib qoldingizda, deylik, mana shu mavzu menga tusharkan deganni bilish o'zi yetarli emas. Bilishni o'zi yetarli emas. Bajarish muhim. Ya'ni bajarish deganda imtihonda o'sha mavzuga oid savol tushsa, siz yecha olishingiz kerak. Yo'q bo'lmasam, deganda o'sha videoni oxirigacha ko'rdingiz bilan sizga deylik milliy sertifikatda juda ko'pchilik takrorlanadigan mavzular bor. U bo'lsa aytadi 11-sinf 12-mavzusi, ya'ni biotik munosabatlar deydi, yana bir qancha mavzularni aytadi. To'g'ri, chunki biologiya milliy sertifikat imtihonida faqat biologiyadan savol tushadi xolos. Kelinglar, undan ko'ra biologiya oid ozgincha bilimingizni oling. Mabodo savollardan biri tushib qolishi mumkin va tushib qolsa siz bexato yetishingiz uchun siz o'sha ma'lumotni bilishingiz kerak. Va u qaysi savol bo'lishi mumkin? Mana men hech qanaqa muhim mavzular haqida emas, chunki biologiya oid savollar o'sha 7 ta darslikdan 5-sinfdan 6-sinfgacha yangi eski hammasi tushishi mumkin. Bo'ldi shu. Demak, savol tushishi mumkin. Evolyutsiya sintetik nazariyasining 4-qoidasini toping. Yoki evolyutsiyani harakatlantiruvchi omillar qaysilar degan savollarga javobni qanday javob topish kerak desa, 4-qoidasini yodlab qo'yish kerak xolos. Evolyutsiya sintetik nazariyasining 4-qoidasi. Evolyutsiyani harakatlantiruvchi omillar populyatsiya to'lqini, genetik avtomatik jarayon, ya'ni genlar drefi, migratsiya, alohidalanish, yashash uchun kurashni yuzaga keltiruvchi tabiiy tanlanishdan iborat. Demak, 4-qoida shulardan iborat. Va bundagi alohidalanish, migratsiya yoki bo'lmasam yashash uchun kurash yoki tabiiy tanlanish kabi so'zlarning izohini albatta aytib o'tganimda, Xudo xolasa asta-sekinlik bilan o'rganamiz va kuzgi sertifikat imtihonlarida sizga manfaatli bo'ladigan bilimlaringizni ozginchadan ko'paytiramiz xolos. Shuning uchun do'stlar, iltimos, mehnat qiling. Chunki ilm olishni zarari yo'q.